Endi 8-sinfda bayroqdorlar jamoasini taklif qilamiz. Bayrog'ing boshingda firqirov, porlagay istiqlol mash'ali, boqish oy yulduz yaltirar, anqondir o'zbeklik askari. Olqishlab munavvar to'yni, o'mayin hilpirab turibdi qarang. Bu kez termiltirgan jumla jahonni, yurtim bayrog'ida porlab to'lqinrang. Yashirang abadiy ko'klamdan sha'la, mahallam tilaydi bundan har bir jon. Bulutlar yog'ilgan hali, mo'yinli yoshlar musaffo osmon. Azizim sen haqdan yana betayim, umrlar bo'lsin yashil bog'inglar. Kelajakdan asmardan keyin yiltirab tursin qo'l bayrog'inglar. Uyqum buzar nafaringiz tovushi, bayrog'ingni qo'yarkan sovushi. Baxtsizman yo'q bastingizdan noumid, baxtliman yo'q qushlarida qovushib. Qarab o'ting leytenant, zoru intizor qizga leytenant. Buncha yoqimsiz ko'zga leytenant, menga ne kerak o'zga leytenant, menga ne kerak o'zga leytenant. Ey azizim, seni kuylayman. Assalom sizlar, qalbi quyoshlar. Assalom davradosh do'stlar, o'rtoqlar. Sizlarga keltirdik bir oliy inom. Bayroqdorlar jamoasidan salom, assalom. Bizning guruh bayroqdorlar, bizning shior mangu hilpiragan doim bayrog'im, sen bilan yuksakdir sharaf shonim. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risida qonun bilan tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i butun uzunligida o'rnab o'tgan to'q rang, oq rang va to'q yashil rangli uchta eldan tarkib topgan to'rt burchak shaklidagi matodir. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining uzunligi 250 cm ga, kengligi 125 cm ga teng. Moviy rang, oq rang va yashil rangli ellarning kengligi tengdir. Har bir elning kengligi 40 cm. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining o'rtasidagi oq rangning chetlarida kengligi 2,5 cm ga teng qizil hoshiyalar o'tkazilgan. Oq rang vertikal holatda 20 cm, do'ng tarafda 20 cm uzoqlikda joylashtirilgan. Oy esa diametr 30 cm bo'lgan doiraga sig'dirilgan. Ko'kda hilpirar mag'rur O'zbekiston bayrog'i, yoshlarga solar g'urur O'zbekiston bayrog'i. O'z bayrog'im deb xalqim dalda qilar iltifot, undagi har bir rangning o'z ramzi ma'nosi bor. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'rtinchi shaklidagi qushda aks etgan bo'lib, uchta asosiy ranglar bo'lingan. Ular yorqin moviy, oq, yorqin yashil bo'laklar asosini ikkita qizil rangdagi boshqa chiziqlar ajratib turadi. Bayroqdagi havo rang zangori osmon va musaffo suv ramzidir. Moviy havo rang sharti azaldan qadrlanadi. Vaqtida amir tomonidan bo'lgani uchun bu rangni tanlagan. Oq rang tinchlik va poklik ramzidir. Bayroqdagi oq rang O'zbekiston Respublikasi tanlagan yo'li musaffo va charog'on bo'lishi uchun yaxshi niyat ramzidir. Qizil rang har bir tirik jonning qon tomirida urib turgan hayotiy kuch ramzidir. Yashil rang ne'mat, orombaxsh tabiat timsolidir. Yashil hozirgi kunga kelib atrof muhitni muhofaza qilish teng rivojlangan. Uning ramzi ham yashil rangdir. Bayroqdagi yarim oy shakli va 12 yulduz osmonimiz musaffolik va tinchlik ramzidir. Bayroqdagi 12 yulduz esa mukammallik belgisidir. Davlat bayrog'idan qanday holatlarda foydalanish mumkin?
binolarda, yashash joylarida, mashina salonida Tantanali tadbirlar, sport musobaqalarida O'zbekiston Respublikasi sportchilar kiyimidan ham foydalanish mumkin. harbiy xizmatchilar dafn marosimlarida Qanday holatlar bayroqqa hurmatsizlikni bildiradi? Bayroqdan yirtilgan, ifloslangan va nomaqbul tarzda foydalanish. har bir narsa uchun ustki yopinchiq sifatida foydalanish. O'tiradigan joylarga yoki oyoq ostiga to'shash yoki tasvirlash. kiyim-kechak, tashrifmon, ko'rpa-to'shak timsolida. Tashlab yuborish uchun mo'ljallangan narsalarga bosib chiqarish ham mumkin emas. Odob, axloq va jamiyatda yurish-turish qoidalariga ham zid foydalanish mumkin emas. Ming shukr berganga shuncha imkonni, tog'dan baland bugun nigohlarimiz. Havas bilan qara bizga ey dunyo, bizlar buyuk yurtning farzandlarimiz. Sahnada 8-bir sinfning bayroqdorlar jamoasi bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi 11-sinfning O'zbek bayrog'i jamoasini davramizga taklif qilamiz. 11larni qo'shig'i.